Tramp yana Vanche Rubio 2028 yilgi prezidentlik chiptasini taklif qildi, yoki ehtimol Rubio-Vans. Prezident Donald Tramp yana bir bor vitse-prezident J.D. Vance va Rubioning davlat kotibi bo'lish yo'llanmasini qo'llab-quvvatlash g'oyasini ilgari surmoqda. 2028 yilgi saylov. Chorshanba kuni chop etilgan The New York Post gazetasining Pod Fortune nashriga bergan intervyusida Tramp 2028 yilgi prezidentlik poygasi uchun potensial da'vogarlar haqida so'ralganda Respublikachilar partiyasi ko'p iste'dodli ekanligini aytdi. Ammo u Vance va Rubioni alohida ta'kidlab, ikkalasi zo'r, menga ikkalasi ham yoqadi. Menga ular birga yoqadi, dedi. Ular juda qobiliyatli, dedi Tramp. O'ylaymanki, ikkalasi ham bir jamoa bo'lib, AQSh mehnat tarifi bilan bog'liq yangilarni e'lon qildi. AQSh savdo departamenti ushbu mamlakatlar majburiy mehnat bilan ishlab chiqarilgan tovarlar importiga e'tibor bermagani uchun tariflarga duch kelishini aytdi. Buyuk Britaniya majburiy mehnatga qarshi kurashayotganini aytdi. Xitoy tovarlar majburiy mehnat bilan ishlab chiqarilganini rad etdi va Yevropa ittifoqi tariflarni asossiz deb aytdi. Ayni paytda hindistonlik tahlilchi bu harakat bosim taktikasi ekanini aytdi. Inson huquqlari guruhlari Xitoyda majburiy mehnat mavjudligini va Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar firmalarining ta'minot zanjirlarida majburiy mehnatga ega bo'lmasligiga ishonch hosil qilish uchun ko'proq harakat qilishlari kerakligini aytishadi. Biroq ular muammoni hal qilishning bir usuli sifatida AQSh tariflarining samaradorligini shubha ostiga olishdi. Tramp muxlisining birinchi raunddagi kutilmagan g'alabasi Kolumbiyaning an'anaviy konservatorlariga zarba bo'ldi. Dela Esprillaning chepedadan ustunligi 670 dan sal ko'proq ovozni tashkil etganini hisobga olsak, ahamiyatsiz raqam 43, 7dan 49 gacha. Makron Parijda Ruanda genotsidi yodgorligini ochdi. Bu haqiqat izlash. Makron Sena qirg'og'idagi o'rnatishni ochar ekan, yodgorlik Fransiyaning 30 yildan ko'proq oldin bo'lajak qirg'inlar haqidagi ogohlantirishlariga quloq solmaganiga qarshi haqiqat uchun uzoq va sabrli izlanishning choqqisi ekanligini aytdi. Livan Vashingtondagi muzokaralar Isroil bosqinini to'g'rilashga umid qilmoqda. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil 2 martdan beri Livanda 3468 kishini o'ldirgan. Urush davom etar ekan, Livan va Isroil nimani muhokama qilishlari kerak va muzokaralar Isroil hujumining tugashiga olib keladimi? Oldingi uchrashuvlarga o'xshab, tomonlar Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi janglardan so'ng qandaydir kelishuvga erishmoqchi bo'lib, bunga erishishga shubha bilan qarashmoqda. Livan hukumati hamon o't ochishni to'liq to'xtatishga intilmoqda. Biroq muzokaralar boshlanishi bilan Isroil Livan janubining turli qismlariga zarba berdi. Livan, shuningdek, Isroilni janubdagi Livan hududidan olib chiqishga harakat qilmoqda. Shunda 1-2 milliondan ortiq qochirilgan